100 yillik Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. Xitoyning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 7-bob Qatil xanjiri. Planingni tun qorong'usidek yoshirin tutib, harakatga o'tganda chaqmoqdek tez bo'l. So'nzining harbiy ishlar dasturidan. 3-qism. Amerika aviamatka orqali Xitoyga hujum qilishi mumkin. Xitoydagi harbiy qalamkashlar eng kam degandimi 10 yilning yoqi Amerikaning aviamatkasidan keladigan tahdidini mo'ljarlab, uningga taqobil turishning eng yaxshi chorasi ustida izlanayotdi. Yoshirish ilmiy tahlillarida Amerika aviamatkalarining aciz nuqtalarga zarba berish uchun Xitoy armiyasidan qanday foydalanish kerakligi ko'rsatilgan. Boshqa tadqiqotlarda bo'lsa, Xitoy Amerikaning aviamatkasiga taqobil turish uchun taraqqiy qildirishi kerak bo'lgan muayyan qurol sistemalari tilga ilingan. Xitoyning aviamatkaga qarshi boshqariladigan bombasi dal mushu xil qo'rqinishga qaytarilgan inkasining mahsulidir. Men Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining material hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida bayqagan yana bir farq shuki, Xitoy shuni oshirib, vaziyat yuzlanishini Xitoyga foydali tarafga buraydigan ogohlantirish zarbasidan foydalanishga har vaqt tayyor turdi ekan. Xitoyning harbiy darslik kitoblarida va harbiy sohadagilarning ichki qismidagi munozirlarda kuchlik zarba berib, shuni oshirish degan ibora ko'p uchraydi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy tarixdan beri harbiy kuchini boshqa zamonlarni bo'ysundirish uchun ishlatmay, psixikalik zilzila shakllantirish, krizisni o'ngshash yoki ma'lum bir yo'lsiz holatni qonuniylashtirish degandek turlik shakllardagi siyosiy mudda uchun ishlatgan. Masalan, 1950-yili tuyuqsizlar Chavshan masalasiga aralashib, Amerika va Birlashgan Millatlar Tashkilotining qismlariga qarshi chiqqaniga o'xshash. Ularning Hindiston, Sovet ittifoqi va Vyetnam qatorliq qo'shnilarga tuyuqsizlar hujum qilishimi shularning jumlasidandir. Xitoyning harbiy qo'mondonlari oldin qo'l silib, tuyuqsiz hujum qilish harbiy to'qinishning natijasini belgilaydigan halqiliq farqdan derak berdi va texmi keng doirlik siyosiy muzokaralarda, masalan, zimin talash tortishi degandek shart qo'yishda muhim rol o'ynaydi deb qaraydi. 1950-yili Xitoyning Chavshan masalasiga aralashishining hech qanday muvofiq tarafi yo'q edi. Chunki ayni vaqtda Amerika yadro quroli monopoli shimolga yurish qilib, Yalu daryosidan o'talaydigan 100 ming kishilik qo'shin, hujum qila oladigan doiraga to'xtatilgan aviamatka qatorliq g'oyat zo'r harbiy afzallikka ega edi. Xitoy rahbarlarining 1950-yildagi qarori an'anaviy harbiy tangpongliq tushunchasining mahsuli emas. Bugunmi Amerika bilan Xitoy orasidagi harbiy to'qinish ana shu xil xato tushunish va Xitoy rahbarlarining tuyuqsiz hujum texmi keng doiralik to'qinishga aylanib ketmaydi degan shaklda chot so'qish sababli yuz berishi mumkin. Gerçi bu oshkora so'rinlarda kamdan-kam tilga ilinsimi, Xitoy bilan barda keldi qiladigan Amerika siyosat belgilaguvchilari va davlat mudofaa mutaxassislari
Xitoy rahbarlari orasida cho'nqur yiltiz tartgan, Amerikaga bo'lgan ishonmaslik, ikkili taraf xohlamaydigan urushqa sabab bo'lishi mumkin degan qarashda birlikka kelgan. 1997 yildan 2000 yilgacha Sharqi Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul bo'lgan sobiq muavin davlat sekretari Suzan Shirk Xitoyning qancha taraqqiy qilib gullangan siri shuncha tashvishlanadiganligini nazarda tutgan holda qad ko'tarayotgan Xitoy bilan aramizda saqlang'ili bo'lmaydigan to'qinish yuz berishi ehtimolga to'limi yaqin deb ogohlantirgan edi. U yana Amerikaning Xitoyning qad ko'tarishiga tutgan pozitsiyasi ya uning mas'uliyatchan xarakterini kuchlantirdi, ya uning hissiyligini avjiga chiqardi degan edi. Boshqa Xitoyshunoslarmi uning bu qarshiga ovoz qo'shgan edi. Markaziy axborot idorasining peshqadam tahlilchisi Robert Sweetinger Xitoyning yuqori darajalik siyosiy qaror chiqarish sistemasini maxfiy ishonchsizlikka to'lgan, ig'ir darajada byurokratlashgan, rahbarlar anglashni xohlaydigan uchurlarni yetkazishga moyil, strategiya jihatda nihoyatda dogma deb sifatlagan. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi tuyuqsiz hujumni ro'yobga chiqarish uchun qotil xanjariga muhtoj. Xitoy amaldorlari Amerika bilan o'zlarining qotil xanjari haqidagi izlanishlari haqida so'zlashishni faqat xohlamaydi. Men ma'lum bir yuqori darajalik Xitoy strategiyachisidan bu haqda so'rab edim. U menga bu to'g'risida zinhor muzokiralashgil bo'lmaydiganligini aytdi. Ammo men Xitoyning hozirgi zamon harbiy strategiyachilar yozgan 3 parcha kitob va 20 parchadan ko'proq maqolasidagi qotil xanjar tipidagi qurollarga aloqador naqllarni ko'rgandan keyin yanala Xitoy muzokara qilayotgan va qurayotgan qurol yaroq ombirining umumiy holatini ko'z oldimga keltira oldim. Qotil xanjar tipidagi qurollarning tannarxi o'zi vayron qiladigan qurollarninkidan tuvan bo'ladi. Ular imkon qadar eng maxfiy shaklda yasab chiqiladi. Ular urushdagi halqiliq paytda, ya'ni dushmanning tayyorlik qilib olgudak vaqti yo'q ahvolda ishlatiladi. Ular dushmanni gangirtidi, zilzilga soladi, aymandirdi va mag'lub bo'lgan hissiyotga keltirdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 2002-yili Davlat Majlisiga sungan Xitoyning harbiy kuchi haqidagi dokladda deyilganidek, Xitoyning strategiyasida yuqori texnikaga ega dushmanning urush qilish iqtidorini palashlantiradigan harbiy harakatlar alohida ta'kidlanadi. Bu xil harakatlar dastlabida dushmanning faoliyatiga buzg'unchilik qilish yoki uni kechiktirishni, shundaqla dushmanning eng zo'r tahdidiga ega yuqori texnikalik qurollarining tipi va o'rnini tepishni nishon qilgan harakatlarni o'z ichiga oladi. Gerçi afsonalardagi qotil xanjari bir talli qurol bo'lsa-mu, bugungi qotil xanjari g'ayri simmetrik qurollardan tashkil topgan bir butun qurol yaroq sistemasini ko'rsatadi. Xitoy havo armiyasining oliy polkovniki, ya'ni Da Xiao, Yangzhibo Xitoy cho'qim oldi bilan bir taraqqiyot programmasini tamomlash kerak. Bu murakkab ham sistemalik jarayon. Shundaqla bu bir yoki ikki xil ilg'or qurol yasab chiqish masalasi emas. Bu butun armiyani, hamma joyni, jumladan quruqlikni, dengizni va havoni o'z ichiga olgan sistemadir degan.
Sabıq Xitay rəisi Jiang Zemin qatil xəncirinin qızğın tərg'ibatçılardan biri bo'lib, Xitay 1990 yillari uning rəhbərligida mazkur proqramını başlagan edi. O 1999 yılı armiyanın qomandanlarına dövlətinin igilik hüquqini və bexatarlikini kapalatga ega qilish uchun imkon qadar eng tez suratda yangi qatil xanjirga ega bo'lishimiz zarurdir degan. Shu yilning oxirida u yana dövlətimizning igilik hüquqini və bexatarlikini kapalatga ega qilish uchun imkon qadar eng tez suratda bir qancha xil qatil xanjirga ega bo'lishimiz kerak degan so'zni takrorlagan. O 2000 yil yana biz bir cho'ng davlat bo'lish sifatimiz bilan xalqarалық zo'migarlikka qarshi kurashda qatil xanjir tipidagi ba'zi qurollarga ega bo'lishimiz kerak degan. Yana shu yili u Xitoy bilan Tayvan orasida yuz berishi mumkin bo'lgan to'qinish haqida to'xtalganda, urg'ib tashqan qizg'inlik bilan qatil xanjir tipidagi ba'zi qurol va aslihalarni taraqqiy qildirish zarur degan. Keyingi yili u yana davlatimizning egilik huquqi va bexatarlikini kapolatga ega qilish yangi qatil xanjirga muhtoj degan fikrni ta'kidlagan. Amerikalik bir mutaxassis Beijingda bu ishni qilayotgan rasmiy bir ishxona borligini xulosalab chiqqan. Yuqorqi qurlarni o'qigandan keyin mundaq bir savol tug'ilishi tabiiy. Jiang Zemin Xitoyning egilik huquqini kimga qarshi qo'g'dash zarur deb qaragan? Uning xalqarалық zo'migarlikka qarshi kurash degan so'zidan ma'lum bo'lganidek, bu savolning javobi Amerikadir. Növbətdəki hərbi vəziyyətdə qatil xənciri uqumi bütünlәй Amerikaның Xitay tərəfindən bayqalğan acizliqidən faydalanışның və onun hərbi күчini faollaşlandırışның amalını tepishqa mərkəzləşkən. Şu vəcidən Xitay Dövlət Müdafiə Universiteti Çət əl hərbi tədqiqat orduның məsuli mayor general Li Zhiyun 64 nəfər hərbi qələmkəşning maqalası cug'lanğan bir parça kitabni nashr qildirgan bo'lib, mazkur kitobda Amerikaning hərbi jihatdagi bir talay ojiz nuqtalari radga tizilgan. Bu kitobning bosh temasi Amerikani qatil xanjir strategiyasi orqali yengil bo'ladi din iboratdir. Amerikaning ma'lum bo'lgan ojizliklaridan biri uning yuqori texnikalik uchur sistemasiga beqinib qolganligidir. Dunyoda Amerikaning harbiy, iqtisodiy, istixborot va ul muassasa jihatlardagi ochqishliq manfaatiga aloqador kompyuter sistemasining mudofaasi va ojizliklari haqida Xitoydek cho'nqur izlangan yana bir davlat yo'q. Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlikini ko'zdan kechirish komitetida komissar bo'lib vazifa o'tagan Larry Wurtzelga ko'ra, Xitoy hukumatining Amerikaga qarshi keng ko'lamlik tor ishpiyonlik harakatiga yetakchilik qilayotganligi va buni ijro qilayotganligiga doir kuchli isbotlar o'ttirg'i chiqdi. Gerçi Xitoy o'zining odati bo'yicha bu xil hujumlarning mavjudligini inkor qilsa-mu, lekin Xalq ozodlik armiyasining maxsus to'rga singib kirish, to'r ishpiyonligi va elektronlik urush bilan hapilishadigan 16 tarmoqi bor. 21 asrning tunji yilida mazkur jasuslik tarmoqlarining shundaqla boshqa Xitoy hakkerlarining to'limi qobil ekanligi isbotlandi. Amerika havo armiyasidagi mayor general William Lord Xitoyning bu jihatdagi harakatlarini milliy davlat tahdidi deb xarakterlagan
və Xitayning Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin kompüter toridan 10 terabaytdan 20 terabaytgacha cho'nglikda material tushirib olganligini bayqagan. Washington pochtasi gazetining 2013 yildagi xabarida ko'rsatilishicha, Dövlət Müdafiə Fənlər Komitetining bir məxfi tədqiqatida shu qitimqi hakkerlarning Vatanparvar nomliq boshqariladigan bomba sistemasi, Aegis boshqariladigan bombadan mudofialanish sistemasi, FA-18 tipliq kurashchi aeroplan, V-22 tipliq dengiz burkutsimon piqirma qanotliq kurashchi aeroplan va dengiz yaqisi urush kemasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 24 dan ortiq Amerika qurol sistemasining loyihasini qo'lga tushirganligi oshkorlangan. Washington pochtasi gazetining xabarida yana harbiy va sanoat sohasidagi shu qitimqi hakkerlik hujumidan xabardor yuqori darajalik amaldorlarning aytishicha, bularning mutlaq ko'p qismi Xitoyning Amerikaning davlat mudofiasi o'ttigarlarga va hukumatning vakolat o'rinlariga qartilgan izchil kengayotgan ishpiyonlik harakatlarining bir qismi ekan deyildi. Xitoylar qilgan eng qaram hakkerlik hujumlaridan biri 2003 yili bilan 2005 yilning oralig'ida yuz berdi. Bu qitimliq hujum Amerika harbiy tarmoqlarining hukumat va hukumat o'ttigarlarining torbatlariga qartilgan edi. Kollektiv holda o'zlariga Titan yomg'iri deb ism qo'yib olgan hakkerlar hukumatning yuzlagan kompyuterlarga hujum qilgan edi. Davr jurnali shu qitimliq hujumning Xitoyning janubidagi Guangdong o'lkasidagi 3 tane rotorga ulangan tordan qo'zg'alganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, Amerika hukumati mazkur hakkerlik hujumiga aloqador bu vaqa va boshqa xabarlar haqida tomtoq ifoda bildirish bilanla cheklandi. Wordsilning ko'rsatishicha, Titan yomg'iri hujumidan keyingi yillarda Xitoy Xalq ozodlik armiyasining bir tarmoqi bo'lgan 61398 qism eng oz degandimi 141 dan ortiq shirkat, xalqarалық tashkilot va chet el hukumatlarining to'rbetiga suqinib kirgan. Buningdan sirt, yoshurun molon deb atildigan Xitoydagi yana bir qism hakkerlarning Xitoyning sirtidagi bir yurish nomussizlarcha hakkerlik hujumlari bilan bog'lanishi borligi ilgari surilgan. Mazkur yoshurun molon hakkerlari Google va Android qatorliq fan texnik shirkatlarining, moliya mulozimat shirkatlarining, davlat mudofiasi o'ttigarlarining va hukumatning vakolat o'rinlarining torbatlariga hujum qilgan. Amerikadagi ma'lum bir tor bexatarlik shirkatining aytishicha, bu hakkerlar ziyrak, ovchilardek sabrchan va chidamliq. Shundaqla kompyuterlarni belgilangan nishon torbatlardagi ta'minlaguvchiga o'rinlashtirilgan hakkerlik yumshoq detali orqali yuqumlandirib, andin yuqumlangan kompyuterlarga shu yumshoq detallarning qochilinishini va hakkerlarning kompyuterga o'zligidan uchur avatishni kutib turadigan azgal texnikasining avangardlaridan iborat ekan. Amerikaning sobiq yuqori darajalik uchur bexatarlik amaldori Paul Strassmanning aytishicha, aloqador taraqqiyotlar davomida Amerikadagi 730 mingdan ko'proq kompyuterga Xitoyning jasadlari, ya'ni yomon g'arazlik yumshoq detallari qochilib olingan bo'lib, Xitoydagi hakkerlar bu yumshoq detallar orqali kompyuterlarni yuqumlantirib, ularni o'zlarining qo'l kompyuteriga aylantirib, shu kompyuterlar orqali g'oyat zo'r miqdorliq sonliq ma'lumotlarni ma'lum
bir tor yoki torbetga yo'llab, uni vayron qilib ekan. Xitoy Harbiy Fanlar Akademiyasidagi mayor general Sun Baylinning yozmasida ko'rsatilishicha, Amerika elektronlik faollashtirish sistemalari orqali kardan chiqarg'ili bo'ladigan darajadan tashqari yuqori sur'atlik uchur tosh yo'liga ziyoda beqinib qolgan. Bu xil elektronlik faollashtirish sistemalari elektr energiya sistemasini, xalq aviatsiya sistemasini, transport torini, dengiz portlarini, radio televiziya stansiyalarini, telegraf sistemalarini, kompyuter markazlarini, zavod korxonalarni faollashttirib qo'ya oladi ekan yoki butunlay vayron qilib o'tadi ekan. Beijing Sistem Qurilishi institutining sobiq yuqori darajalik injeneri Chang Mingshong 21-asrdagi qurollar degan asrda olam bo'shliqi sun'iy hamroyi, bo'shliqda oldin ogohlantirish sistemasi, elektronlik kurashchi aeroplan va yer yuzidan qo'mondonlik qilish nuqtasi qatorliqlarga hujum qilish va ularni qo'g'dash urushining muhim shakllariga aylanadi degan. Xitoyning qotil xanjari programmasi kuzatish sistemasini, quruqliqni baz qilgan elektronlik ul muassasalarini yoki Amerikaning aviya matkasini faollashtira oladigan qurollarni taraqqiy qildirishdan boshlangan edi. Bu yadro partilishi jarayonidagi elektromagnit effektini taqlid qilib, keng doiradagi barliq elektronlik uskunlarni kardan chiqara oladigan elektromagnit impuls qurollarini o'z ichiga oladi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon elektromagnit impulsi qurollarini chashqan, to'shqan, it va eshaklarning vujudida sinaq qildi. Xitoy yana Chang Mingshongning aytganidek dushmanning elektronlik aslahalarini vayron qiladigan yuqori quvvatlik mikro to'lqinli qurollarni tadqiq qilyotdi. Kompyuter viruslari shundaqla elektromagnit impulsi va mikro to'lqin tarqatadigan qurollar Amerikaning orqa sapdagi kompyuterlarini, yanfonlarni, havo qatnashi kontrol markazlarini va oldingi sapdagi kurashchi aeroplanlarga qo'mondonlik qilish, kontrol qilish mexanizmlarini va aqlliq bombalarni faollashttirib qo'ygandan keyin 3-Dunyo urushiga qatnashgan holatimizni tasavvur qilib beqing. Davomı bor.